Firibgarlik insonni xarob qiladi. Albatta, to bir qavm o'zlarini o'zgartirmagunlaricha Alloh ularning holini o'zgartirmas. Rad surasi 11-oyat. Ustozimiz shu oyatni doimo takrorlab bizlarga eslatib turardi. O'g'lonlarim, yodingizda bo'lsin. Fikringiz o'zgarmaguncha hayotingiz o'zgarmaydi. O'zingizni o'zgartirmaguningizcha Alloh taolo ham sizlarni o'zgartirmaydi. Biz oldinlari insonni o'zgalar o'zgartiradi, ustoz tarbiyalab qo'ya qoladi degan fikrlar bilan yasharkanmiz. Aslida inson avvalo o'zgarishga o'zi qaror qilishi va ustozga borishi kerak ekan. Aks holda hech kim insonni o'zgartirib qo'ya olmas ekan. Hozir orada bir voqeani aytib o'tishni lozim topdim. Biz ham shu voqeaga ozgina aloqadormiz. Tijoratni ilk boshlagan vaqtimiz bir firibgar haqida eshitdik. U odamlardan qarz olar, muddati kelganida boshqadan qarz olib yopar, ish kasodga uchraganini aytib, to'lovni yillar mobaynida ortga surardi. Ba'zi puldorlar bilan muzoraba qilar va sheriklikni buzib, suvdan quruq chiqardi. Muzoraba sharti shuki, savdo kasodga uchrasa, pul bergan foydadan quruq qoladi xolos. Chunki savdogarning uquvsizligi uchun pul beruvchi javobgar emas. Tabiiy ofat sababli mahsulot yoki pul halok bo'lsa, shundagina puldor puliga ham kuyib qoladi. U boshqa shaharlardagi boylarning qiziga uylanish uchun sovchi qo'yar va to'ygacha boydan pul olib yeb ketardi. Aksar buzg'unchiligini Xorazmda emas, boshqa shaharlarda qilardi. O'sha paytlarda tuya, ayniqsa qizil tuya haqiqiy obro' edi. U mana shundan ham ustomonlik bilan foydalangan. Qizil tuya savdosi sultonlik tasarrufidagi ish edi. U odamlarga arzonroq narxlarda qizil tuya olib bermoqchi bo'lgan. Sultonning amaldorlari bilan kelishib, ishni boshlagan. Ular firibgarlik yo'lida birlashgan va natijada tuya sotish yakka hokimlikka aylangan. U odamlardan pul yig'ib olib, avval boshda tuyalarni yetkazib bergan. Ammo oxirida tuya tanqisligini, amaldorlar pora bermasa sotmasligini ayta boshlagan va odamlardan tuya narxidan ziyodroq pul olgan. Amaldorlarga ham bir qismini doimiy yetkazib turgan. Sulton ularning ishini bilib qolgach, tuya sotuvini erkinlashtirishga buyruq berdi va boshqa tuya sotuvchilarni ham mamlakatga jalb qildi. Ammo firibgar va xudobexabar amaldorlar dastidan tuya narxi o'sha ko'tarilgani bilan qaytib tushmadi. Odamlar ijaraga tuya olib minadigan, ayni tuya kerak bo'lganida ijarachilar ham narxni ko'proq so'raydigan bo'lib qoldi. Vaziyat shunday holga keldiki, endi amaldorlardan tanishi borlar ko'plab tuyalarni navbatsiz sotib oladigan va 2 baravar narxida xalqqa pullaydigan bo'ldi. Aytgancha, firibgarning ismi Qoplon edi. Ishlarimiz ayni avjida bo'lgan pallada oldimizga kelib sheriklik taklif qilgan. Abdulloh bilan biroz suhbatlashgandi. Ismim Qoplon, katta savdogarman. Amaldorlarning yarmi men bilan tanish. Chegaradan mol olib kirish muammo emas. Otam ham savdogar o'tgan. Sizlar bilan savdoda sheriklik qilmoqchiman. Aytishlaricha, bozorda eng arzon bahoda sifatli gazlama va mo'yna sotayotgan ekansizlar. Ismim Abdulloh, otam qul edi. O'zim ilm tolibiman. Savdo qilayotganimiz rost, ammo hozircha sherikka ehtiyojimiz yo'q. Xato qilyapsizlar. Katta savdogarlar men bilan ish boshlagach, savdolari mislsiz kengaygan. Bosh qozining o'g'li, soqchi boshining jiyani, vazirning kuyovi, g'azna boshining o'zi barchasi men bilan hamkor. Ular bilan katta ishlarni amalga oshiryapmiz. Zarurat tug'ilsa sizlar bilan ishlaymiz. Omon bo'ling. Abdulloh o'rnidan turib, uni kuzatib qo'ydi. Keyin menga u haqda gapirdi. Abdusalom, agar uni to'xtatib qolmasak, kelajakda ulkan falokatlar olib keladi. Qozidan foyda yo'q. Sultonga yetkazishimiz kerak. Chunki u yaqinda taxtga keldi. Xalq dardini eshitadi. Lekin o'zimiz unga yeta olmaymiz. Yetkazishmaydi. Boshqa ta'siri katta insonlar orqali vaziyatni bildiramiz. Shu orada bir oycha vaqt o'tdi. Bir kuni qozi odam jo'natib,
asossiz ravishda ishlarimizni tekshirishni boshladi. Jarima ham soldi. Shu tariqa sergak tortdik. Qoplon bilan hamkorlik qilishga rozi bo'ldik. Uning bizni chuv tushirib ketishini hisobga olib, Makkadagi tanishlar bilan bir ishni kelishib oldik. Makka hokimi orqali sultonga xat jo'natdik. Nihoyat uni zindonga qamashdi. Ishlari ochilib, qozi, vazir, soqchi boshi va boshqalar amalidan ayrildi. Ayrimlari qochib ketdi. Siz shunchalik oson bo'ldimi deb o'ylayotgandirsiz. Taassurotingiz to'liq bo'lishi uchun G'azna boshi aralashuvi bilan mamlakatda sudxo'rlik avj olib ketganini ham aytmasam bo'lmas. Mamlakatda ribo, sudxo'rlikning avj olishiga bozorda islomni bilmagan savdogarlarning ko'payib ketgani va poraxo'rlik avj olgani ham sabab bo'ldi. Yashirin tarzda rivojlana boshladi. Dinni tushunmagan odam foizga aralashib qolishi aniq. Shunday qilib G'azna boshi savdogarlarga foizga qarz bera boshladi. O'zi emas, qarindoshlari orqali. Oshkora emas, yashirin. Natijada baraka qocha boshladi. Xullas, ularning ishlarida Qoplon katta ko'makchi bo'ldi. U odamlarni riboga o'rgatdi. Riboni muomalaga kiritgan yahudiylar va nasorolar endi oshkora ish olib bora boshladi. Yangi sulton ishlarni tartibga solishni boshladi. Ammo endi riboni to'xtatib bo'lmasdi. Chunki ribo rasmiy tus olgan. Puldorlar uyushib ribo uyushmasini tuzgan va G'azna ularni qo'llab turgandi. Shunday bo'lsa-da, sultonning aralashuvi bilan firibgarlarning faoliyati to'xtatildi. Qoplon va amaldorlardan aziyat chekkan xalqning pullari sekin-asta egalariga qaytarildi. Qoplon tavba qilmagani uchun qatl etildi. Rostdan ham inson o'zini o'zgartirmasa, odamlarning qo'lidan hech narsa kelmas ekan. So'roq jarayonidan qiziq bir voqea yuz berdi. Amaldorlar va Qoplon so'roq qilinyapti. Da'vogarlar ko'p. Shunda G'azna boshi va Qoplon da'vogarlar bilan muzokaraga kirishmoqchi bo'ldi. Agar sizlar shikoyatlaringizni qaytib olmasangiz, bizni zindonga tiqishsa, ikki dunyoda ham pullaringizni qaytarib ola olmaysiz, deyishdi ular. Pulimizni sulton olib beradi. Shikoyatlarimizni qaytarib olmaymiz, deyishdi puli kuyganlar. Xullas, o'rtada ancha tortishuv bo'ldi. Eng achinarlisi, xalqning ko'ksidagi dardi, alami, ezilgani, soqchi-yu jangchilarning dastidan qo'rqib qolgani bir jabrdiydaning aytganlarida yaqqol isbotini topdi. U qozi huzurida shunday dedi: "Mayli, shikoyatimizni qaytib olamiz. Ularning qutulib qolishi uchun tovon puli ham yig'aylik. Agar shunday qilmasak, ular tez orada zindondan chiqib, oddiy xalqni battar ezadi. Mening hech kimim yo'q, farzandlarim, ayolim vafot etdi. Bu gaplarni aytishimdan murod, bir safar qo'riqchilar boshlig'ining ustidan arz qilgandik. Avvaliga arzni ko'rib chiqishdi. Keyin biroz tinchlandi. Ammo bir oyga qolmay shikoyat qilganlar urug' aymog'i bilan zug'umga uchradi. Ko'pi qatl qilindi, ko'pi zindonband qilindi. Afsuski, o'sha begunoh o'ldirilganlar ichida 2 o'g'lim ham bor edi. Ayolim farzand dog'iga chidolmay olamdan o'tdi. Qozining oldida shu gaplarni aytib qolmasam, bilmadim, haqiqatni sultonga qanday yetkazaman."